Salom do'stlar, men ismim Ulug'bek. Bugun biz sizlardan Rossiyada Schulz kompaniyasining The Lighting velosipedi haqida tanishamiz. Uni qulayliklari, kamchiliklari, kimlarga mos keladi, kimlarga yo'q, shular haqida birgalikda gap ko'rib chiqamiz, gaplashamiz. Kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada izohlarda o'zlaringiz fikrlarini qoldiringlar. Kamchiliklarni iloji boricha to'ldirib boramiz. Bu meni birinchi videoyim. Kelajakda buni yaxshilab to'ldirib, chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bu velosipedimizda og'irligi +- 11 kg atrofida. Ushbu velosipedimiz qulayliklariga kelsak, asfaltda, qumli joylarda yurishga juda qulay. Biz O'zbekiston sharoitiga ham moslashib ketaveradi. Arqa charxiga kelsak, arqa charxida eng kichkina charxi 10 bittalik, 10 bitta tishli bo'ladi. Eng kattasi 48 ta tishli bo'ladi. Old charxi bo'ladi buni 42 talik. Shuni hisobiga eng kattalik 48 talik charxga qo'yib olib turib minilsa, tepalilarga chiqishga oson bo'ladi, yengil bo'ladi. Eng kichkinasiga qo'yib olib asfaltda tez yurib, eng kichkinasiga o'tkazib olinsa, asfaltda tez yuradi, yaxshi yuradi. Bundan oldin shu kompaniyani boshqa velosipedini mindim. U haqida keyin yana obzor qilaman. Ushbu velosipedimizda скорость переключатель Microshift kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Ushbu velosipedimizda Vilkas Carbon oldida sumka qatiradigan joylari bor. Velosipedimizda turistik qilib foydalansa ham bo'ladi. Sumka ilib uzoq yo'lga yursa ham bo'ladi. Orqasida ama minus tomoni bagajga joy tashab ketilmagan. Bagaj qatirgan. Hozir zamonaviy bozorda oddiy bagaj topsa bo'ladi, unga bez krepleniya. Просто bagaj tagiga qatirilib turib, qo'yilgan, agar bagaj zarur bo'lsa, bagaj topsa bo'ladi. O'ylayman, bagaj zarur emas. Bunaqa velosipedni bagaj qo'yib minib yurish boshqacha bo'ladi. Undan bikepaking degan narsa bor. Siden tagiga katta sumkasi bo'ladi. Chiroyli bo'lib chiqadi. Shunaqa sumka olib, oldiga rolga sumka ilib, qolgani endi Raman tagiga ilinadi. Chiroyli qilib bikepakingda ilib olinsa, uzoq yo'lga chiqqani, masalan, O'zbekiston bo'yicha Samarqand, Toshkent, Farg'ona qilib aylanishga, qolgan joylardan aylangani yaxshi, yengil. Buni minus tomoni bel og'riydiganlar qiynaladi bunda. Bu engashroq miniladi. O'shaning uchun shunda qiyin bo'lsa kerak. Qolgan minusini ko'rmayman. Velosiped yengil, qulay, надежный dedi. Ancha xizmatingizni qiladi. Salga bu buzilib qolmaydi. Asosiysi keyin rosa oson qilingan hamma joyi, tormoz sohasini, liba скорость sohasini o'zingiz настройка qilib olasiz bemalol. Samostoятельно настройка qila olasiz bemalol. Bu har doim velomasterskiga borish shart emas. Ramasida bir qator boltlar bor, sumka qatirgani, suvni ushlab turadigan держательlar qatirgani. Ramani tepasida ikkita joyga qatirsa bo'ladi. Ramani tagida bor, ramani ustida bor. Ramani ustiga ham sumka qatirib olsa bo'ladi, чтобы aqalib oqib ketmaydi sumka. Bir xillarda bor, krepleniyali bo'ladi, lipochkali. Uni rolni burganingizda bu tomonga oqib ketadi, bu tomonga oqib ketadi baqa burganingizda. Bunda qatirib qo'yasiz, o'rnidan siqilmaydi. Narsa solib ketaverasiz. Benzabak bo'ladi, sumka. O'shanga qatirib olsangiz bo'ladi. Sizlarda ham qanaqa savollar tug'ilsa, liba men aytmagan ko'p narsalar qolib ketgan bo'lsa, izohda o'zlaringiz fikrlarini qoldiringlar. Men aniq javob beraman. Keyingi videolarda yana ham mukammal chiqishga harakat qilaman. Rahmat, sog' bo'lasizlar.